Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 1-oyning 9-kuni payshanba. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qiladigan naq maydon videoni hozir boshlayman. Aslida buni shanba kuni qilatdim o'g'likka. Erta juma kuni o'g'lik shanba kuni meni ishim chiqib qoldi. Videoni qilolmagan qoldim. Şoňa sal baldır bolsunmu bigen qıpqıy qardaşlar saqlap qalmasın dep bigen chiqishim. Bigen men so'zlaydigan 5 çoň mazmun bar. Uniki birinchisi ehtimal moňlar xabar tapdinglar. Hozir Los Angeles rayonidagi 5 yerda o't kuyuyotydy. 2 kundek boldy o't başlanğyly. Nayt qattiq boran chiqib bu yerda sharqdan g'arbga qaragan yo'nalishda endi qattiq boran chiqib ketdi. Saatiga ba'zi vaqtlarda soatlik tezligi 100 kilometrga beribdi boranniki. Ashta boran chiqib, shunlarning bir yerga o't boshlangan. Undan keyin bu o't u yerga bir yerga tutishib, hozir Los Angeles rayonidagi 5 tak yerda o't kuyuyotydi. Bir necha yerlardagi xabarlarni ko'p vaqtim bilgan. O'tni hech qanday tizginlanmabdi. Tizginlash nisbati 0% deydi. Ashunday kuyuyotydi. Hozir qadar 5 tak odam o'lib ketibdi, shu o't afati bilan. Undan keyin Los Angeles rayoniga bo'lgan iqtisodiy ziyon 5 milliard dollardan oshib ketibdi endi. Nimaga Malibu degan bir yer bor, ehtimol sizlar kinolarda ko'rgan. Shu yerdagi o't eng dastlabda boshlandi dengizga yaqin yerda. U yerdagi uylar bak qimmat. U yerda 5 million dollarlarga keladigan uy bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman men. Uylarning hammasi undan yuqori. O'tgan bir qatim shu rayonlarda men ketib o'tib, hozir video olib Facebook chiqarib qo'ygan. Nayt qimmat uylar endi. 10 million dollarlik uydan 100 ko'ysa 1 milliard dollar bo'ladi degan gap endi. Ba'zi yerlarda uylar, maktablar, savdo saroylari hammasi tanqil ko'p ketibdi. Tunigundan boshlab Hollywoodga yaqin bir yerda Sunset Boulevard degan bir cho'ng yo'l ko'cha bor. U bir donliq sayohat ko'chasi endi. Shu yerga yaqin yerga o'tib ketdi tunugun. Bu o'tmi biroz xatarliroq turyotdi. Nimishqa desanlar, u agar kengayib ketsa, donliq artistlar turadigan Beverly Hills degan rayonlar bor, shu yerlarga o'tib ketishi mumkin. Bu rayonlarniki alayligi nayt ormanlık öylerimi çoğun, her bir öyün egelgen yerimi çoğun, nayt quyuq ormanlıqların içine joylashgan bu öyler. Ayta bu başqa bu qattiq shamol bilan toshqa degilar bak tez kengayib ketib, o qattiq boranda aeroplan uchib osmondan suv ya boshqa o't o'chiradigan ximiyalik narsalarni tashlayanmagandan keyin o't nayt tez kengayib ketdi. Endi mendan nurg'un qarindoshlar ol so'rab xat mağdurupda ba'zida telefonma qildi. Ularga javob berib qo'ydim. Mush o't ketgan rayonda yashayotgan Uyg'urlardan menimcha eng ko'p bo'lsa bir 100 oiladak Uyg'urlar bor bo'lishi mumkin. Uning bo'lmasligi mumkin. Los Angeles nayisi cho'ng nayi Amerika bo'yicha. New Yorkdan kelib qolsam 2-o'rinda turdi mening bilishimcha. Mush bir nayining o'zidalamkin 17 milyon adam var. 38 şehir var. Los Angeles şehri 38 şehriniki birisi. Ben biz turatkan şehrimin onun yeni birisi endi. Degendek. Şunun nayt çoğun bu nayının üzeri yeri bek keng. Açta bu başka Uygurlarınki tarqılışı biraz tarqaq. Meniki az kadar bilişimce ot ketken yerlerinin üzerinde Uygurlar yok. Uygurlar bayağı da üzü kuyup bakmadı. Bazı Uygurlar gerçi hükümetin küçünlerde buyruk düşemeyen bolsunmu başka yerge ketip durgan Uygurlar var. Şu otka yıkırak yerde ama keyince böyle buyruk kep kalsa hiç taslaşıp kalmasın dep baldırak ketip kalgan Uygurlar var. Lekin bu ot apıda ziyan uçurgan Uygurlar yok. Biz mi hatırlayacağım bizimki üyümüz Los Angeles şehrindeki şimal tarafı doğru gidiyor. Los Angeles şehrinden bizim önü ağırlıkta bir tağ var. Bek igiz emas, lekin havadaki istiqlarini tutup duralaydigan tağ var endi. Açta bu başqa biz turatgan yerniki havasının intayin sap. Hech qanday is bir narsalar bu yerga kelmadi.
buniki shamolning yunishi bilan munosabatlik. Shamol bu sharqdan g'arb qarab mongan bo'lg'achqa biz tarafga u islom akam edi bizning bu yerda xotirjam. Ammo to'q ketib qoldi, 2 kunda bo'ldi to'q ketib qoldi. Biz bu ko'chalarda hech qanday to'q yo'q, qo'shnilarning uyida to'q yo'q. Men ma'lum og'a vaqtida men uylarning hammasiniki kun taxtasidan to'q chiqaradigan, kun nuridan to'q chiqaradigan taxtaylari bor edi. Men uni yana azroq qo'shib, undan keyin to'qni saqlaydigan batareyani olib olgan. Ashta boshqa hozir bu nimadan tor orqali network deydi endi. Mana shu nima elektrniki to'q simlar orqali keladigan to'qlar uzilib qolgan vaqtida bizimki uyniki kun nuridan to'q chiqadigan taxtayda chiqargan to'q bilan uyda to'q bor, lekin batareya bo'lg'achqa kechasimi to'q boshlaq bo'ldi. Biz yuriq atrofimizga uylar qarang bo'lib ketdi. Chiqib demoqchi o'g'lim bizning xotirjam bo'linglar. Los Angelesga uyg'urlardan ichida hozir uy ko'p ketgan odamlar yo'q. Buni bir deb qaydadim. Bu ot menga balki g'alati tuyuldi. Los Angelesda qish bo'lmaydi. Aslida xabaringlarda bor. Mening hozir bu o'ylamda atirgullar, echiqliq hozir atirgullar bor. Bu yerda qor yog'maydi, muz to'lmaydi. Ammo muz to'lmagan bilan qish vaqti biroz sovuq bo'ldi. Talog'a qiraq chapan kiyib chiqamiz endi. 12 yillarda o't ketgan ahvollarni burun esimda qolmabdi mening. Burun bu boqqanmi, bu boqqanmi. Bu qatim intayin g'alita. Faqatlan bir qattiq bo'ron chiqqanligi uchunlamkin mushtaq natijaga o't ketdi. O'zim bak g'alati his qilman bu ishni. Hozir qadar men xabarlarga bakta qatib keldim, lekin bu o'tni birasi quyatdi degan xabarlar chiqmadi. Oldingi 3 yildan ortiqroq vaqtning ichida Amerikaga 12 milliondan ko'p odamlar qonunsiz kirdi chegaradan. Buning ichida 67 mingdan ortiq Xitoylarmi bor endi. Shu boshqa bo'lsa, har xil xiyollar keladi qallamga. Lekin hozir qadar televizor bu yerda hukumat nomidan bu o'tni bunday odamlar quyatdi degan narsa xabar chiqmadi. Boshqa bu to'liqni mening boshqasi digim yo'q. Endi o'ylayman, Amerikaniki do'sti ko'p, dushmanlarim oz emas. Mushtaq vaqtda agar Amerikaga dushmanlik qilaman desa, intayin oson. Nurg'un yerlar bor, odamzot yo'q qat'iy. Andan keyin mashina mangsangiz hech kim ko'rmaydigan yerlar bor. Bir qutiga benzin qachilab, uni bir lotadan birini chilab, o't yiqiblam derazadan tashlab etib, yo'lingizga minib bersangiz, bu o't birdamda kanayib ketadi. Bunda soatiga 100 kilometr minayotgan bo'ron bor yerda endi. Bu ishni qilmoq intayin oson aslida. Boshqa kallam orqali ishlar keldi, lekin hozir qadar hukumat tarafdan bu to'liq bir narsa demadi. Keyincha ehtimol ba'zi xabarlar chiqishi mumkin. Shu bu ishni mana shu deb qo'yay. Bugun so'ragan ikkinchi mazmun yana Suriyaniki ishi. Xabarlarda boshda qilib Asad yiqilib, Suriya hukumati qurilib, ularning armiyasi qurilib degandek ishlar bo'ldi yaqinda. Hozir Suriyadagi armiyalarni o'tgan masalaga degan ba'zi erishgan ma'lumotlarga qaragan chog'da 25 mingdek askarlar bu qatimki Suriya hukumatini ag'dirib o'tish harakatiga qatnashgan. Buning ichidagi 5 mingdek askar Uyg'ur askar endi. Hozir bu Asad hukumati ag'dirilib, yangi hukumat qurilgandan keyin Suriya armiyasini shu asli hukumatga qarshi urush qilgan armiyalarni 5 diviziyaga ayiribdi. U 5 diviziyaniki birisiga bir Uyg'ur boshliq bo'libdi endi. Uyg'urning ismi Abdulaziz Davud Xudoberdi degan kishkan. Shu kishi bir diviziyaga boshliq bo'libdi. Bu xabarlar xil ko'p tarqaldi, ehtimol xabar topgan bo'lishingiz mumkin. Bugun deydigan 3-chi mazmun, buni aytib qisqa shunaqasini deb qo'yay. Osiyada yashaydigan bir qarindoshimiz 3-4 haftaning oldida Uyg'ur Project fondiga biroz pul yig'ini qilgan. Men o'tganki videoda bu gapni deyishni unutib qolibman. Shunga buni bugun to'xtab qo'yay dedim. Andan keyin bu Kalnur degan to'rbetining gapini deb kelyapman. Qiz yigitlarniki o'zaro tunishish to'rbeti. Men aslida bugun buni ko'rsatib qo'yman ekranda deb o'ylagandim. Men narsani tayyorlab qo'yib ko'rsatgan yana bir narsani akirmabdiman. Shuni ko'rsatmagan bo'ldim. Kalnurniki eng ustida
Kelnur degan tor betini açsanglar bu inglizcede ko'rindi, lekin eng üstü o'ng qo'l tarafda bir necha katakchilari bor. Shulardan birini cheksanglar, uningki tilini tanlag'ili bo'ladi. 5 tak til bor u yerda. Uning ichida Uyg'urcha bor. Shunga inglizchani bilmaydigan qarindoshlar shu yerni chekib, anayt oson topmoq ekranning o'ng qo'l tarafida, eng ustida. Hammasini bir qatim chekib olsanglar ko'rsizlar uni. Shunchada Uyg'urchasi bor. Shuni chekib Uyg'urcha nusxasidan foydalansanlar bo'ladi. Buni bir deb qo'ydim. Bugungi so'zlaydigan 4-chi mazmun Xitoy xabari. Yaqinda bo'layotgan bir ish Xitoyda Xi Jinping degan jallodniki yurti, Sanshi o'lkasiniki Vinan degan bir shaharda intayin cho'ng ko'lamda namoyish bo'layotdi. Hozir to'xtadimki o'qimadim, oldin kunlari bek kuchaygan bu namoyish. 50 mingdan ortiq odam chiqibdi. Bu namoyishni 2023-yil 1-oydan keyingi Xitoyda bo'lgan eng cho'ng namoyish deb da'vatidi analizchilar. Bu namoyish nima ish bo'ldi desanglar, shu yerdagi bir o'rta maktabniki bir o'quvchisi sinfidagi boshqalar bilan urush qilib ekan, keyin bu o'rta maktabniki bolasi binodan tushib ketib o'libdi. Buni maktabdagilar uydagilarga degan vaqtida uydagilar men badnalarni tekshirib baqaman desa qat'iy yo'l qo'ymabdi, faqat yuzini ko'rsatibdi. Boshqa rasm tatib qo'ymabdi, video qilib qo'ymabdi, og'il qo'ymabdi. Ish qilib zodi o'ziniki bolasiga nim bo'lganligini hukumat demabdi, yushiribdi butunlay. Ota-onasini besib degandek. U bolaniki gelida ancha-muncha zaxlangan yerlari bor ekan deydi. Bu bolalar urushgan yamir qolganlarniki boshlig'i, shu bolalarniki guruhining boshlig'idek bir bola. Shu yerdagi shaharning bir amaldorining bolasi ekan. Shu amaldorning bolasi nihoyat po'chilik qilib, men qo'rqmayman, u bu davjib urushib yurib shu kishilar analizlarning deyishicha derazadan ishtirib o'tgan bu bolani. Bir egiz o'qitish binosiniki derazasini ishtirib o'tgan, shunchib ketib o'lib ketgan, anadan ota-onasiga uchurlarni to'liq bermagan ma'lumotlarni nim bo'lgan bu bolaga degan narsani. Shuna bu gap tarqab ketib, shuning bilan shaharniki xalqqa qo'zg'alib ketibdi. 50 mingdan ko'proq odam namoyish chiqibdi. Shunga bu bir xabar bo'lyapti hozir. Endi Xitoyda yashab qolganlarni hammasi biladi. Bu bizning yashimizdagilar bunday nohaqchilik intayin eg'ir Xitoyda hech qanday adolat degan narsa yo'q bunday jihatlarda. Mana endi shularniki bir misoli. Endi Xitoyniki ahvoli hozir intayin nachar. 2024-yili bo'lib o'tgan 2024-yildagi Xitoyniki umumdagi ahvoli qanday desanglar, tuandagidek ishlar bor. Bu ishlar endi 2025-yilda davomlashadi. Hozir umumdagi ko'z qarash men anglayotgan. Xitoyniki cho'kishi misol davomlashib, oxiri kompartiya hukumatiniga oldirish olib bordi, davatidi. Sababi nima desa, hozirgi yo'liqqan masalalarni hal qilish chorasi yo'q. Bir chorasiz ahvol. Endi 2024-yilda mavjud bo'lgan birinchi ahvol Xitoy nüfusuniki kemayishi. Endi Xitoylar o'zini 1 milliard 400 million nüfusimiz bor deb ataydi. Bundan 2 yil burun Xitoyniki nüfusi unga bormaydi. Bu Xitoy virusi chiqqandan keyin najib odam o'lib ketdi. Nüfusi unga bormaydi. 800 yoki 900 million nüfusi bor Xitoyda degan gaplar o'tirib chiqqan. Endi bu gaplar hozir ham davomlashyapti. Xitoy nüfusi 1 million 400 million 1 million 1 milliard 400 million emas, 800 yoki 900 million degan bu ko'z qarash hozir ham davomlashyapti. Bu ikkinchi masala, bu nüfusuniki nihoyat cho'ng bir bo'ligi qiyrilar. Pensiyaga chiqib bo'lgan odamlar. Bularniki soni shiddat bilan o'syapti. Endi xabarlarda bor kishilar pensiyaga chiqqandan keyin hukumatdan pensiya maoshi yashaydi endi boshqa kirim bo'lmagandan keyin. Bu ahvol Xitoy hukumatiga iqtisodiy jihatdan intayin eg'ir besim solyapti. Ikkinchi xil ahvol. Uchinchi ahvol Uyg'ur nima? Xitoyniki uy mulk bozorining vayron bo'lishi.
Öy mülkler veyran oldu, nurun kuruluşlar yerim yolda to'xtab qoldi. Sinib bo'lganlarni oldigan adami yo'q. Ashlan bilan öy mülki bozorniki veyran bo'lish bilan Xitoyga intayin cho'ng iqtisodiy ziyon bo'ldi. Aslida Xitoyniki GDP'siniki 3dan 1 qismi öy mülki savdosidan keldi ekandik burun. Hozir bu butunlay to'xtadi degan gap. GDP degan davlatniki umumiylik iqtisodiy kirmayapti. 3dan 1 qismi uylardan keldi ekan. Hozir bu ishlar butunlay o'ldi. To'rtinchisi iqtisod tez suratda tuallab mangdi endi. Hozir hech qanday garchi Xitoy hukumati hozirmi yilliga 5% o'syotidi iqtisodimiz deyotgan bilan amaliyotda unday emas. Tez suratda tushyotidi. Ondan keyin paychak bozori, ishlab chiqarish, ondan keyin eksport qilish jihatdagi ishlarning hammasi shiddatli tuallab menyotidi. Beshinchisi yerlik hukumat intayin ig'ir qarz bo'lib ketdi hozir. Hamma yerlarda shu pul yo'q. Ashundaq bir ahvolga tushib qoldi. Andiki bu ahvoldagi qutulish yo'li yo'q. Hozir endi markaziy hukumatmi shu qarzning ishi pul yo'q sababidan yaqinda Xi Jinping degan jallod yana chiriklikni tozalash shuarini kuchab o'tirib qo'yilyotdi. Yaqinda Jungjiwei deydi, markaziy tuzum komitetiniki 4-umumiy yig'ini bo'ldi. Ashadimi Xi Jinping degan jallod chiriklikka qarshi kurashni buniki mutlaqo kuchaytiramiz, almashtiramiz deyotdi. Hozir hukumatniki puli qolmay, pulni hal qiladigan yer qolmay, shuning bilan burun chiriklik qilib uyga pulni dugilib olgan amaldorlarniki pulini qaytarib akilish mushtaq bir yo'lni tutyapti hozir. Oltinchisi chet el mablag'iniki Xitoydan chiqib ketishi. Hozir nurg'un shirkatlar bu qisqagan mablag'larning hammasini pulga aylantirib, pullarni Xitoydan olib chiqyapti sirtqa. Nihoyatda cho'ng to'lqin bo'lyapti bu ish. Yettinchisi Xitoyniki chet ellar bilan pul almashtirish ishlariga ishlatiladigan puli hozir asosan nolga berib qoldi. Hech qanday g'aznisida pul yo'q bu yerga ishlatiladigan. Chet el bilan bo'lgan iqtisodiy aloqaga ishlatiladigan puli. Ani 8-incisi Xitoydagi nima? İşsizlik intayin ig'ir bo'lib ketdi hozir. Xitoyda har yili 4 milliondek o'quvchi oliy maktablarni bitirdi ekan. Oliy maktab, magistrlik, doktorlik deganlarni. Bularniki 4 million odamning ichida ishga urisha oladiganlar aran 20% atrofida. Qolganlari shu ishsizlar qo'shiniga qo'shilib bo'lgan ekan endi. Boshqa boshqa o'tgan yilgi ahvol, 2024-yilgi ahvol. Bu jihatdagi ishlarni ig'ir bo'lyapti. Yana bir ahvol Xitoydagi Xi Jinping degan jallod texchilik yuziga bir izbosar tanlamadi. Buni hozir hech kim bilmaydi. Xi Jinping kelsa o'rniga kim chiqadi degan. Shunga kishilar boshqa ketaversa ahvol. Xi Jinping ketgan vaqtida Xitoy Kompartiya hukumatining o'zi bilib ketadi deydi. Ya'ni Xi Jinping o'lsa Xitoy Kompartiya hukumatining tang o'ladi deb ishonyapti. Yaqinda analizlarniki shunday gaplari biroz ko'payib qoldi. Agar shunday bo'lib qolsa, bu biz uchun bir xush xabar bo'ladi. Endi shu soatdagi yana bir cho'ng ish hozirmi huquq kurashi jiddiy davomlashyapti markaziy hukumatning ichida. Endi Xi Jinpingniki amaldorlarni tutishimi to'xtamay davomlashyapti. Butun amaldorlar dak-dik ishida yashaydigan bo'lib qoldi Xitoyda. Kimning kimning tutilganligini bilinmey degandek bo'lib ketyapti. Bugun so'zlaydigan 5-mazmun Amerika va dunyo xabari. Nima birinchi oyniki 4-kuni Amerikaniki hozirgi prezidenti Biden 19 odamga prezidentlik erkinlik medali berdi. 19 odamga. Bu medal aslida nimedeki Amerikadaki şu ma'muriy xodimlarning ichidagi
Töpsi en çoğun adamlarını mukopatlash yuzidan o'tirib chiqargan bir mukofot. Buni oldirgan kishilar cho'qim Amerikaniki gulnishi, Amerikaniki qimmat qarishiniki yaxshilanishi, Amerikaniki bexatarligi, dunyo bexatarligi va boshqa cho'ng ijtimoiy, ommaviy va xususiy sohalarda cho'ng to'p qo'shgan odamlar bo'lishi kerak degan sharti bor ekan bu mukofotni birdan oldigan odamlarga qo'yilgan shart. Endi mana 19 odamning ichida George Soros degan odam bor. Buni bir qism Uyg'ur ziyolilar obdan biladi. George Soros degan u bir Yahudi. Hozir dunyoni buzish yo'nalishida eng ko'p ish qilayotgan odam shu. Bu odam ayni vaqtlarda Angliyada shu paychak bozori to'lab minib ketishdan sal boldurroq 1 milliard dollardek paychakni setib etib, bu o'zida yo'q paychakni setib etib, ashtadan bu paychak bozori intan tushib ketgandan keyin ashtadan intanjiq pul topgan bu odam. Shundan keyin shu dunyoda bo'layotgan eski ishlarga mablag' solish jihatdan shu odamning quli bor, davomli quli bor. Buni birinchi darajalik dunyoniki buzg'unchisi deb ataydi hozir. Bu qatim Bayden shu odamga erkinlik medalini beribdi. İkinci erkinlik medalini olgan yana bir odam Hillary Clinton. Onun bilisizlar ayol yana bir Clinton'niki ayol ekan nimalar oldingi qatim 2016-yili Trump bilan prezidentlik talashgan. Bu xonimniki bu nayti sesiq nomi bor. Qaysi jihatdan deganda 2016-yillarda paydo pash bo'lgan narsalar hukumat ishlariga shaxsiy ilxat sandig'ini ishlatib, keyin buni pashib qilib tashirimiz desa, butun kompyuter, telefonlarini bo'lqa urib chiqib yo'q qilayotgan ahvollar bor. Aslında nurgun eski işleri var bulaniki, bu erkutun işkilasıniki. Amerikaniki naçarlaşışıga qo'shgan töpsi xil zo'r bulaniki. Mesela Iri Clinton Xitoyga eng e'tibor berilgan davlat salohiyatini berib, Xitoyni samirtatgan iqtisodiy jihatdan Clintonniki töpsi pek cho'ng bu jihatda. Mushu ayoli Clintonga bu qadam erkinlik medalini beribdi. Ondan keyin Liz Cheney degan yana bir ayol bor. Bu ayol kichik Bush prezident bo'lgan vaqtida muavin prezident bo'lgan Dick Cheney'niki qizi. O'zi jumuriyatchi, lekin butun ishlarda demokratchilar tarafda turdi bu ayol. Shu oldingi necha yilning ichida Trumpni turmush quramiz deb eng kuchlab ish qilgan kishilarniki birisi shu. Bu ayolga bu qatim erkinlik medalini beribdi. Shuning bilan erkinlik medalniki aslida nimaga vakillik qilganligi bu jihatdagi xarakteri biraz o'zgarib ketdi. Bosh ishlar bilan ajoyib ishlar bo'lyapti Amerikada. Yaqinda bo'lgan yana bir cho'ng ish, Amerikaniki sobiq prezidenti Carter o'lib ketdi. 100 yoshga kirib ekan. Amerika prezidentlar ichida eng uzun yashagan nima kishi shu ekan. 100 yoshga kirib ketdi. Bu kishi nayte dindar kishi, dini intan kuchli xristian dini endi. Dinga qarshi ulkan kishilik, dinga bak ishlangan chin tug'an bir odam, oq ko'ngil. Lekin bu prezidentniki, Amerika prezidentlari ichidagi eng qobiliyati yo'q. Nurg'un eski ishlarni qilgan kishiniki birisi shu. Amerika tarixida hozir kishilar ikki prezidentni eng nachar prezident deb ataydi. Birisi shu Carter, yana birisi Obama. Obama Amerikaniki ideologiya sohasini intan qattiq buzvatdi. Bu Amerikani sotsializm yo'liga boshlab rasmiy bu ishlarni aytchiq buzvatgan. Bu ikkisini tarixdagi eng nachar prezident deb ataydi. Askeri bu ikki prezidentning har ikkisi Nobel tinchlik mukofotiga erishgan ayni vaqtda. Ondan keyin nurg'un kishilar nima bilan Xitoy bilan Amerikaniki diplomatik munosabat o'rnatishiga to'p qo'shgan prezident
Nixon deb o'ylaydi. Nixon bilan Kissinger shu tashqi ishlar ministri endi. Emniyet u emas. Bu Xitoy bilan rasmiy diplomatik munosabat o'rnatgan kishi shu Jim Carter degan odam. Bu odam 1979 yılı 1. ayın 31. günü Deng Xiaoping bilan birga bir kelishimga imzo qo'yib diplomatik munosabat o'rnatgan. Bu kishi o'ziniki bayroqlar to'pisi Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatish deb maqtanib keldi hozir qadar. Amaliyotda hozir qarab qolgan bo'lsak, Amerikaniki Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgani Amerika tarixidagi bir intayin cho'ng xatolik. Hozir Amerikaga eng cho'ng baloyi ofatni akagan narsaniki birimiz shu. Amaliyotda asosligimiz shu. Bugun Amerikada shu Jim Carterniki dafn murosimi bo'yotdi. Shuning bilan paychak bozorlarini itigilik bo'lgan. Hozir shu bugun bir kun shu faoliyat bo'yotdi hozir. Paytaxtda DC'da. Nima Amerikaniki ma'rif ministri nima shu Carter qurgan ekan. Undan burun Amerikada ma'rif ministri yo'q. Xabarlarda bor o'tgan dedim. Trump buni amaldan qoldirib o'tmoqchi bu qatim. O'qib chiqqandan keyin bu ma'rif ministridan Obama foydalanib ketdi. Bütün maktablarda bolalarga singdirgan ideologiyani butunlay o'zgartirib bu kommunizm, sotsializm ideyalarini singdirib, ondan keyin qartaliklarni aslida aqtaliklardan baravar qilaman deb qo'yib, amaliyotda aqtaliklarni ustiga chiqarib qo'yib degandek ajoyib ishlar bo'lib ketdi. Shu ma'rif ministrliginiki roli bak cho'ng buningda. Ondan keyin shu Carter vaqtida Amerikaning iqtisodi Ikkinchi Dünya urushidan keyingi eng tuvan saviyaga tushib qolgan ekan. Iqtisod bak tushib ketdi ekan. Yaqini bo'lgan yana bir ish 1-6 kuni Trumpniki prezidentligi jazmlashdi. Amerikaning shu rasmiyati bor. Saylovlar tugagandan keyin uni rasmiy jazmlashtirish kerak. Shu xabarlarda bo'lsa 2020 yili 1-6 kundagi prezidentni jazmlashtirish yig'ini bo'lgan kunisi Amerikaning poytaxti Washington DC'da cho'ng namoyish bo'lib, bu namoyishlar Aqsaraylarga bosib kirib, nurg'un ishlar bo'lib ketib, bu ishlarniki jidalini davomi toki yaqingacha davomlashdi endi. Trumpni turmuslaymiz deb. Bu yil 1-6 kuni Trumpniki prezidentligi muqimlashdi. Shu Trumpning muqimlashishi bo'lib qolgandan keyin Trump bir muxbirlar yig'ini ichib, o'ziniki bundagi nima ishlarni qilganligi to'g'riliq bir qism planlarni o'tirib qo'ydi. Nihoyatda kuchli planlar endi. Buning ichida men o'tgan qatim degan bir necha ahvollar bor. Masalan, Greenlandni Amerikaga qo'shib olish. Aslida bu chaqchaqmiki deb o'ylagan hozir Trump rasmiy bu ishga tutish qilyotdi. Trumpniki o'g'li oldingi kunisi Greenlandga ziyoratga berib keldi. Trumpning o'zining berish plani bor ekan. Hozirgi chiqayotgan xabarlarda Greenlanddagi xalq o'ziniki Amerikaniki bir shtati bo'lib ketishini xohlaydi ekan. Hozir umumyuzlik kishilar hayajon uchun ketibdi yerda. Greenlanddagi nüfusi 50 mingdek nüfusi bor ekan. 50 mingdek nüfusi bor ekan. Shunga bu jihatga ishlar qiziq bo'lyotdi hozir. Qiziq bo'lyotdi. Shunga keyinchi Amerikalik bo'laydigan qarindoshlarning bir qismi hozircha shu Greenlandga ko'chib bermasdan bo'ldik. Amerikaga qo'shib ketib qolsa sizlarmi tabiiy holda Amerikalik bo'lib ketasizlar. Bu gaplar hali kuchli bo'lyotdi hozir. Ondan keyin Trumpniki bu qatim ta'kidlagan narsa shu Panama kanalining boshqarish huquqini qaytarib olish.
buni küçük oturup qo'yatidi. Bu to'g'rilikmi tadbir yapılmoqchi bundan keyin. Sizlarga o'tganda tushuntirganimdek, bu Panama qonunini Amerika yasab, Panamaga o'tkazib bersa, hozir ular uni boshqarish huquqi Xitoyning qo'liga o'tib ketgan. Shunga hozir Amerikaniki parxtlari u yerda o'tmoqchi bo'lsa, Xitoydan ruxsat olib o'tadigan holat kelib qolganda, bulutmi harbiy parxtlari shu yerdan o'tish kerak endi. Hatto bu boshqa ig'ir masala bor bu yerda. Yana birisi Trump o'tirib qo'ygan narsa Meksiko bo'g'ozi deb dengiz bo'g'ozi bor endi. Tayvan bo'g'ozi deganga o'xshash. Meksiko bo'g'ozi deganni Amerika bo'g'oziga o'zgartiraman dedi Trump. Gulf of America deb o'zgartiraman deb. Bu bir cho'ng xabar bo'lib ketdi. Hozir endi yana bir narsa Trumpning yeni davatgan narsa Kanadani Amerikaniki 51-shtat qilish. Bu gap dastlabda chaqchaqmikin degan, hozir bu gaplarni xil kuchayyotidi. Kanadadagi kishilarniki ko'pinchisi 51-shtatda bo'lsa yaxshi deb o'ylaydi ekan, bu xabarlarga chiqayotgan narsalarga qaragan chog'da. Shunga bu gapni aytib kuchayyotidi hozir. Keyin shu munosabatlar bilan o'tganda Justin Trudeau, Kanadadagi bosh ministri Trumpniki uyiga berib, Floridadagi ko'rishib kelgan Trump. Agar chegarani atmasang, Kanadadan Amerikaga kiradigan zararlik chekim, fentanyl degan zararlik chekim va qonunsiz ko'chmanlarni to'smasang, Kanadadan kiradigan molga 25% boj qo'shaman degandan keyin Justin Trudeau darhol uchib kelib Trump bilan ko'rishib qilib ketgan shu chog'da Kanadani Amerikaning 51-shtati qilish degan gap o'tirib chiqqan endi. Qaytib qolgandan keyin bu Trudeauga bo'lgan xalqning noroziligi bak kuchli. Noroziligi bo'lishida bu nimaga Amerikaga bosh ekkanligi uchun emas, Kanadani nacharlashtirayotganligi uchun. Kanadami intayin bir solchi davlatga aylanib hozir nurg'un ishlarni buzish qarab minib aytaq bo'g'iltiribdi endi shu Justin bosh ministr bo'lgan vaqtida nupsining 30%da Xitoy bo'ldi deb anladim men. Bu rasmiylarga o'qimayman, 30% Kanadaning 30% nupsi Xitoy deb anladim. Aytaq boshqa Xitoylar nima? Kanada fuqarolariniki Justinga bo'lgan noroziligi intayin kuchli ekan. Shuningki ta'siri bilan yaqinda Justin Trudeau o'ziniki bosh ministerlik huquqidan istiqo berdi. Bu dunyoda bir cho'ng xabar bo'ldi. Hozir shuning bilan bu Amerikaga yangi shtatlarni qo'shib o'tish, yangi yerlarni qo'shib o'tish gaplari chaqchaq aralash ko'p bo'lyotidi. Masalan, ba'zida Kanada Amerikaning 51-shtati, Greenland 52-shtati, Meksiko 53-shtati va Tayvan 54-shtati bo'lsa degan gaplarni o'tirib chiqaribdi. Ba'zilar chaqchaq Tayvanning gapi masalan. Chiqib yaqinda xalqaro bo'layotgan cho'ng paranglarniki birisi shu endi. Bu qandaqdir Amerikaniki zamin kengaymichilik harakati emas, uni deb o'ylab qolmanglar. Dunyoda Amerikaniki bir shtati bo'lsam degan davlatlar intayin ko'pga Amerika olmaydi ularni, qo'shmay ekan. Hargiz Amerika xalqlarini qurolliq besib turib bizga shtat bo'lgan degan ish yo'q-ku. Masalan, tashqi Mongoliyami xil burunlam Amerikaga qo'shib kelsak degan tilabda o'tirib qo'ygan ekan. Andiki Janubiy Amerikada jiqgan bunaqa davlatlar, Amerikaning bir shtat bo'lib kelsak degan. Lekin Amerika bunday narsa qiziqmaydi. Hozirgi bu Kanada, Greenland bu andan Kanada, Greenland, andan Panama kanali. Bu yerlarga Amerikaniki qiziqib qolishi, Amerikaniki bexatarligi va dunyoning bexatarligi. U yerlarni Xitoylik egallab ketayotgan bo'lgani uchun hozir endi Trump ko'rib bu ahvolni, agar mushta ketaversa, dunyo boshqa bir narsaga o'zib ketadi ekan deb, shunga oldin olaylik deb mashlar tutish qilyotdi. Endi bu ishlarni albatta men degandek burunqi Amerikaning prezidentlari o'tkazgan xatoliklarning tufaylidan dunyo va Amerika mushta bir holatga kelib qoldi hozir. Trumpni o'ngshayman deyotdi.
bu jihatda nima Elon Muskniki ko'z qarashim o'xshash. Men o'zimniki ko'nglida aytib bir cho'nqur tushuncha bor. U nima degan chog'da Trump va Elon Musk bo'la haqiqiy insoniyatga ko'ngil bilish nuqtasidan bir qism ishlarni qilyotidi. Bularniki pul bu narsalarga ancha qiziqishi yo'q. Lekin ishlar qilyotdi deb o'ylayman. Unda ishlar qilmaganda dunyo haqiqatanmi buzish qarab mongan. Biz buni tasavvur qilib baksak o'qimiz. Amerika yo'q, dunyo qanday bir dunyo bo'ladi deb o'ylasak ham hamishin ko'ra olamiz. Shunga Amerikadagi bir davlatniki kuchli holatda turib dunyoni idora qilib turgani bu insoniyat uchun foydali deb o'ylayman. Yaqinda bo'lgan yana bir ish, boshqatim 1-6 keyingi muxbirlar yig'inida Trump yana bir gapni dedi. U nima desanglar, Hamas guruhiga bir ogohlantirish berdi. Hamas guruhining qo'lida bir qism guruhga olgan kishilar bor ekan. Amerika grajdanlari bor, Isroilliklar ham bor. Men 1-20 kunni huquqqa o'tirishdan burun guruhga olgan odamlarni qo'yitish kerak deydi Hamasni. Agar qo'yatmasa, men taxtga chiqqandan kundan boshlab O'rta Sharqda do'zax boshlanadi degandek gapni dedi. Herhalde tahdid soldi Hamasga Trump. Shu odamlarni qo'yitish kerak, men huquqni taxtga chiqishdan burun deb. Yana bir o'zgarish Facebook'niki quruvchisi Zuckerberg degan kishi aslida Facebook'da bir bağlash gruppasi bor ekan, 30 kishilik bağlash gruppasi. Bu Facebook chiqqan narsalarningki mazmunini tekshirib, o'zlari burun muvofiq emas degan narsalarni o'chirib ashna qildi ekandiq yoki xalqning hisobini taqab degandek. Zuckerberg bu guruhni amaldan qoldiryapti. Qoldirib bu jihatdagi ishlarni Twitter bilan o'xshash qilgan bir siyosatni chiqardi. Bu Facebook Zuckerberg uchun bir cho'ng o'zgarish. 180 gradus burilish endi. Ayni vaqtda Trumpning hisobini taqab xalqlarni masalan jinsiy insonlarniki jinsi haqida gap qilib qo'ymay undaq gaplarni butunlay o'chirib degandek ashlarni qilgan. Bundan keyin Facebookda insonlarniki jinsi haqida, ayol haqida gap qilsa bo'ladi degan narsani e'lon qildi. Ondan keyin Zuckerberg yana Trump bilan birlashib Yevropaga besim ishiltish qatorliq narsalarni o'tirib qo'yibdi. Amerikaning prezident Trumpniki huquqda o'ldirish murosimiga 1-20 kunlik murosimiga Facebook $1 million pul chiqardi o'tgan yil degandim. Shunday qilib bugun so'zlaydigan mazmunlar hamisi shu ko'ringanidek xabarlar burib qaradi sal ozroq ma'lumotda bo'libmi vatan to'g'riliq yaqinda boshqa xabarlar chiqmadi. Hozir nurg'un kishilar intayin qattiq o'ynashishida mana shu bizniki Uyg'ur millati zodi biz qaysi darajada bir millat bo'lib shakllanib bo'lgan. Nimishqa hozirgidek Uyg'urlar eg'ir kunga qolgan vaqtida chet eldagi butun Uyg'urlar Yevropa millatlaridek, masalan Yahudilardek, Germanliklardek, Yaponiyalardek o'z vatani, o'z xalqini qutqizish yo'lida bir cho'ng birlik hisob tuzib, o'ziniki borlig'ini atab o'tirib chiqolmaymiz deb o'ylayapman. Hozir nurg'un kishilar o'ylayapti, men shunday o'ylayapman. Bu jihatlarda keyincha yana bir qism bizning o'ylarni o'tirib qo'yishi mumkin. Ishqilib o'tgandimi deb qo'ydim, hozir bizga bayram emas deb vahshiy bo'lgani Uyg'ur millatiniki yerimidagi g'oyib bo'lib ketdi. Mana shu oldingi 7-8 yil ichida. Ashundoq turib hozirgi Uyg'urlarniki yashash holatini ko'rsa, hech kim bo'lmagandek bu ishlar intayin tezlamkin
normallaşıp ketyapti. Şuna bu to'g'riliq adam o'ylanmay turolmaydi. Biz zodi qandaq millat? Bizda Yevropalik xalq turgan chog'da nimik ham, Yahudi, Germanlik, Yapon xalq turgan chog'da nimik ham. Uni qandaq qilib to'liqlay olamiz? Xitoy hozir nima ish qilyapti Uyg'urlar haqida ustida? Xitoylarniki Uyg'urlarni yo'qotish yo'ldagi tadbirlari, taktikalari to'xtab qolgani yo'q, davomlashyapti. Lekin Uyg'urlarniki bu vaqt ishlarga diqqat qilishi burunga qaraganda ojizlab ketyapti hozir. Shunga bu ish amalan uyg'unlashtirish kerak. Endi davomli bu jihatda Xudoyim birisi fikr almashtirib izlanib qilamiz. Bo'ldi demasa, kelar qatim ko'rishishcha amon bo'linglar. Albatta deganimdek bu haftalik programmani sal baldir chiqarib qoldim. Kelar qatimdan boshlab normal vaqt chiqaraman. Bo'ldi demasa, xo'sh Xudoyim omonat, yana qatim ko'rishishcha amon bo'linglar.